Do'stlar, nostandart qo'yilgan ramamizni ham xudo xohlasa polni kesib tashladik. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Agar ikki barobar rashk qilishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosing. Biz ishimizni boshlamiz. Bundan qizg'onib, ustani arzoniga borish mana shunaqa oqibatlarga olib keladi. Qadrdonlar, bizdan oldinga qo'yilgan detallarni polni sug'urib olib tashladik. Bular endi mana ikkovi ham metallon. Bularni biz qaytib qo'ymaymiz, chunki bular razmerdan chiqib ketgan, noto'g'ri kesib qo'yilgan. Lekin egasi normalniy summaga olgan. Podravniyni ham, skuterni ham. Xudo xolasa bu mashinamizga yangi detallar chaqirib qo'ydik. Kelishi bilan podgonka ishlarini boshlaymiz. Videolarimizni ko'rib, like bosib, kommentariyada faol bo'lib turasizlar. Xudo xolasa bu mashinamizni polni bitgan holatini ham, zazovlarini, podravniyni o'rnatish joylarini ham hammasini qo'yamiz. Sizlardan prosta podдержка, do'stlar.